Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Putin maktab bolalariga muhim narsalar haqida aytib berdi. Parij prokuraturasi Pavel Durovga qo'yilgan shartlar haqida gapirdi. Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berishga tayyorlanmoqda. Bloomberg. Rossiyada sodir bo'lgan YTHda 7 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Isroilda 1,5 million kishi namoyishga chiqdi. Isroilliklar nimadan norozi? Bloomberg. Turkiya BRICSga a'zo bo'lish uchun ariza berdi. Bu nimani anglatadi? Putin maktab bolalariga muhim narsalar haqida aytib berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bugun Tuva o'lkasining Qizil shahridagi 20-umumta'lim maktabida muhim narsalar haqida suhbat ochiq darsini o'tkazdi va maktab o'quvchilarining savollariga javob berdi. Xususan, Rossiya prezidenti maxsus operatsiya hududida erishilayotgan muvaffaqiyatlar haqida aytib berdi. Oldin biz kuniga 200-300 metr oldinga siljayotgan edik, lekin hozir kuniga kilometr kvadrat maydonlar haqida gap ketmoqda, dedi Putin. Shuningdek, prezident Ukrainada tinchlik o'rnatish nima uchun muhim ekanini tushuntirib berdi. Rossiya o'z chegarasi yaqinida unga qarshi tajovuzkor rejalar tuzadigan va doimiy ravishda Rossiyani beqarorlashtirishga urinayotgan dushman tuzilmalarining paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Maxsus operatsiya nafaqat Donbas uchun, balkim butun Rossiya kelajagi uchun, dedi Putin. Kursk mojarosining sababini tushuntirar ekan. Nima sababdan Putin bugungi Ukraina rahbariyatiga tinchlik kerak emasligini aytib berdi. Agar janglar to'xtasa, Ukraina harbiy holatini bekor qilishga majbur bo'ladi. Undan so'ng esa darhol prezident saylovlari o'tkazilishi kerak. Hozirgi hokimiyat bunga tayyor emas. Ularning qayta saylanish imkoniyati kam va shuning uchun ular urushni tugatishdan manfaatdor emas. Shuning uchun ular bu provokatsiyani Kursk viloyatida qilishgan va bundan oldin ham xuddi shunday provokatsiyani Belgorod viloyatida amalga oshirishga harakat qilishgan, deya tushuntirdi prezident. Undan tashqari Rossiya xalqlarini birlashtirishda rus tili roli haqida ham to'xtalib o'tdi. Bu Rossiyaning barcha xalqlarini yagona umumiy organizmga, umumiy birlashgan xalqqa birlashtiradi. Bu juda muhim. Shuning uchun rus tilini bilish maktab o'quvchilari uchun eng muhim vazifalardan biridir, dedi u. Parij prokuraturasi Pavel Durovga qo'yilgan shartlar haqida gapirdi. Parij prokuraturasi Telegram asoschisi Pavel Durovga qo'yilgan shartlar haqida gapirib berdi, deb xabar berdi RIA Novosti. Durov o'zining sudyalarga ma'lum qilgan manzilida qolishi kerak, deb javob berdi. Sud u harakatlana oladimi yoki yo'qmi degan savolga javoban. Shu bilan birga prokuratura Durovning sud nazorati normalariga rioya qilishi, jumladan haftasiga 2 marta politsiya bo'limiga xabar berishi kerakligini eslatib o'tdi. Lekin jamoatchilikka buni ma'lum qilish shart emasligini ham ta'kidlandi. Departamentning qo'shimcha qilishicha, Telegram asoschisi 5 million yevro miqdoridagi garov pulini bo'lib to'laydi. Shuningdek, u o'ziga qarshi ish materiallari bilan tanishish huquqiga ega bo'ladi. Shu tariqa u sudga o'zining aybsizligini isbotlovchi ma'lumotlarni taqdim eta oladi. Ma'lum bo'lishicha, Durovga nisbatan tergov bir necha oy davom etishi mumkin. Shundan so'ng prokuratura zarur deb topsa, ishni tugatish yoki jinoyatlarni qayta tasniflangan holda jinoyat ishlari bo'yicha sudga o'tkazish to'g'risida qaror qabul qiladi. Keyin tergov sudyalari ishni tugatish yoki sud majlisini tashkil etish to'g'risida hukm chiqaradilar. Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berishga tayyorlanmoqda. Bloomberg. Eron tez orada Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berishi mumkin. Bu haqda Yevropa rasmiylariga tayanib Bloomberg xabar berdi. Ular mumkin bo'lgan yetkazib berish turlari va ko'lamini ko'rsatmadi va vaqtni ayamadi. Ammo agentlik suhbatdoshlaridan biri yetkazib berish yaqin kunlarda amalga oshishiga ishonch bildirdi. AQSh va boshqa NATO ittifoqchilari Tehronni bunday harakatdan bir necha bor ogohlantirgan va buning oldini olish uchun diplomatik sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi Eron tashqi ishlar vazirligi va uning BMTdagi missiyasi esa Bloomberg izoh berish so'rovlariga javob bermadi. Agentlik qayd etishicha, Moskva Shimoliy Koreyadan qurol-yarog' yetkazib berishga ham tayanadi va Xitoydan texnologiya va asosiy komponentlar bilan ishlab chiqarish quvvatini saqlab qoladi. Tehron shuningdek 2,5 yillik urush davomida Rossiyaga yuzlab uchuvchisiz samolyotlar yetkazib bergan. Ballistik raketalarni Rossiyaga topshirish Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar bilan kutib olinsa ham, Tehronga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar, jumladan Moskvaga uchuvchisiz samolyotlar yetkazib berish bilan bog'liq holda ularning samaradorligini noma'lum, deb yozadi Bloomberg. Ittifoqchilar muhokama qilgan choralar qatorida Eronning Iran Air davlat aviakompaniyasiga cheklovlar ham bor. Yetkazib berilayotgan taqdirda 7lik guruhi o'z xavotirlarini diplomatik kanallar orqali Yaqin Sharq hukumatlariga zudlik bilan yetkazishi kutilmoqda, deyiladi Yevropa rasmiylari xabarida.
Reuters agentligi Yevropa razvedka xizmatlaridagi ikki manbaga tayanib, 9 avgust kuni Tehron Rossiyaga yuzlab Fath 360 ballistik raketalarni yetkazib berishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Agentlikning qo'shimcha qilishicha, o'nlab rossiyalik harbiy xizmatchilar Eronda ulardan foydalanish bo'yicha tayyorgarlikdan o'tmoqda. Moskvaning o'ziga xos ballistik raketalari bor, biroq Fath 360 yetkazib berish Rossiyaga o'z arsenalining katta qismini front chizig'idan uzoqdagi nishonlarga zarba berish uchun ishlatish imkonini berishi mumkin deyiladi xabarda. Maxfiy razvedka manbalariga tayanib, agentlik suhbatdoshlari rossiyalik xodimlar Eronga maksimal 120 km masofaga uchadigan raketa va 150 kg og'irlikdagi jangovar kalakdan o't ochadigan Fath 360 mudofaa tizimini boshqarishni o'rganish uchun tashrif buyurganini qayd etdi. Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiylari 2023-yil 13-dekabr kuni Tehronda Eron rasmiylari bilan Fath 360 qisqa masofali taktik ballistik raketa va Eronning Ababil nomli davlat aerokosmik sanoati tashkiloti tomonidan qurilgan yana bir ballistik raketa tizimi bo'yicha shartnoma imzoladi deb xabar berdi Reuters anonimlik sharti bilan gapirgan ikki razvedka xodimiga tayanib. Shu paytgacha Eronning Moskvaga harbiy yordami asosan portlovchi moddalarni olib yuruvchi va ballistik raketalarga qaraganda sekinroq bo'lgani uchun urib tushirish osonroq bo'lgan shahid hujumchi dronlari bilan cheklanib kelgan. Rossiyada sodir bo'lgan YTHda 7 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Rossiyaning Nijegorod viloyatida sodir bo'lgan YTHda 7 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Nijegorod viloyati politsiyasi bergan xabarga ko'ra, 1992-yilda tug'ilgan Tojikiston fuqarosi boshqaruvda bo'lgan Hyundai Grand Star Cex Moskva tomon harakatlanib ketayotib boshqaruvni yo'qotgan va natijada to'siqqa urilib ag'darilib ketgan. Avtomobilda 11 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Elchixona axborotida aytilishicha, 1-sentyabr kuni Novoshinskiy tumanidan M12 Vostok federal avtomagistralida sodir bo'lgan YTH oqibatida 8 kishi halok bo'lgan. Ulardan 7 nafari O'zbekiston fuqarolari ekanligi aniqlangan. Shuningdek, 3 nafar O'zbekiston fuqarosi turli tan jarohatlari bilan Nijegorod viloyatining tibbiy muassasalariga joylashtirilgan. O'zbekiston prezidentining topshirig'iga muvofiq mamlakat hukumati tomonidan tez orada halok bo'lganlarning jasadlarini o'z vataniga qaytarish bilan bog'liq barcha tashkiliy masalalarni tezkorlik bilan hal etish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Isroilda 1,5 million kishi namoyishga chiqdi. Video. G'azo sektorida garovga olingan 6 kishining jasadi topilganidan so'ng 100 minglab isroilliklar butun mamlakat bo'ylab namoyishga chiqdi. Bu haqda The Times of Israel xabar berdi. Tashkilotchilarga ko'ra, Tel Avivda 300 ming kishi ko'chaga chiqqan, yana 200 ming kishi boshqa shaharlarda to'plangan. Crowd Solutions ma'lumotlariga ko'ra, Tel Avivdagi namoyishda 280 mingga yaqin odam qatnashgan. Bu oxirgi 18 oydagi eng yirik norozilikdir. Namoyishchilar Isroil hukumati va bosh vazir Benyamin Netanyahudan garovdagi qolganlarni uylariga qaytarish uchun Hamas bilan sulh tuzishni talab qildi. Mitingda garovga olinganlarning yaqinlari so'zga chiqdi. Birlashgan norozilik namoyishidan so'ng minglab odamlar Ayalon shossesiga chiqdi va 3 soat davomida transport harakatini to'sib qo'yishdi. Ba'zilari o't yoqib, yo'lga panjara o'rnatgan, tosh va metall buyumlar qo'yishgan. Politsiya bu harakatni noqonuniy deb e'lon qildi va namoyishchilarni tarqatish choralarini qo'lladi. Suv to'plari va shovqinli granatalar ishlatilgan. Bir necha kishi jarohatlangan. Tel Avivda 30 ga yaqin, Quddusda esa 5 kishi hibsga olingan. Boshqa aholi punktlarida ham hibsga olinganlar bor. Hamas harakati siyosiy byurosi a'zosi Izzat Errishning aytishicha, G'azo sektorida saqlanayotgan 6 isroillik asir Isroil armiyasi esklavga zarba berganida halok bo'lgan. U AQSh ma'muriyati va prezident Jo Baydenni G'azo sektoridagi jinoyatlar va buzg'unchi urush uchun javobgar deb hisobladi. Hamas vakili Vashingtonni Isroilga qurol yetkazib berishni to'xtatishga chaqirdi. Agar AQSh prezidenti Bayden isroillik mahbuslar hayotidan xavotirda bo'lsa, u bu dushmanni pul va qurollar bilan qo'llab-quvvatlashni to'xtatishi va bosqinchilarga ularning tajovuzkorligini darhol to'xtatish uchun bosim o'tkazishi kerak. Hamas Baydendan ko'ra mahbuslarni tirik qoldirishdan ko'proq manfaatdor edi. Shuning uchun biz uning o't ochishini to'xtatish haqidagi taklifini va BMT Xavfsizlik kengashining tegishli rezolyutsiyasini qabul qildik. Biroq Netanyahu ularni rad etdi, deydi Izzat Errishik. Bloomberg: Turkiya BRICSga a'zo bo'lish uchun ariza berdi. Bir necha oy oldin Turkiya hukumati iqtisodiyoti rivojlanayotgan davlatlarni birlashtirgan BRICSga qo'shilish uchun rasmiy ariza topshirdi deb xabar berdi Bloomberg. Turkiya NATO a'zosi sifatida o'z majburiyatlarini bajargan holda an'anaviy g'arb ittifoqchilaridan tashqaridan ham o'zining global ta'sirini oshirishga va yangi aloqalarni o'rnatishga intilmoqda, deydi nashr suhbatdoshlari. Qayd etilishicha, Turkiya BRICSga qo'shilish uchun ariza berganining sabablaridan biri 2022-yilda Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan keyin Anqara Moskva bilan yaqin aloqada bo'lganligi
emasligi sababli mamlakatning NATOdagi hamkasblari bilan kelishmovchiliklar bo'lgan. Manbalarning ta'kidlashicha, Turkiyaning arizasi mamlakatning ko'p yillik sa'y-harakatlariga qaramay Yevropa ittifoqiga a'zo bo'la olmagani sababli umidsizlikka uchragan paytga to'g'ri kelgan. Mamlakat va prezidenti izoh berishdan bosh tortgan. BRICS dunyodagi eng yirik rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uyushmasi bo'lib, uning nomi guruhning dastlabki a'zolari Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika nomi bilan atalgan. 2024-yilda Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, Efiopiya va Misr guruhga qo'shilgan. Joriy yilning 22-24 oktyabr kunlari Qozondagi sammitda yangi kengayish kutilmoqda. Guruhga qo'shilish istagida bo'lgan davlatlar orasida Malayziya, Tailand va Turkiyaning yaqin ittifoqchisi Ozarbayjon bor. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.